hozir bizda ham hemşiremiz bor, faoliyatdagi hemşiremiz bor. Biz ham xususiy bog'cha qilmoqchi edik. 312-qaror bo'yicha biz ham eshitdik shu yangilikni. 2 yildan beri faoliyat yurgizamiz biz ham hemşiremiz. Оборотлari yaxshi, soliqlarni vaqtida to'laymiz. Shunga bizga qanaqadir yo'l ko'rsata olasizlar, imtiyoz qanaqa bera oladi balki. 200 million olsak qanaqa bo'ladi, 100 million olsak qanaqa bo'ladi? Agar Qizil bankdan hisob raqamini ochgan bo'ladigan bo'lsangiz, unda muammo yo'q. Agar boshqa bankda hisob raqamingiz bo'lsa, hisob raqamingiz ko'chirgan holatda 300 million so'mgacha bo'lgan qismini 200 million so'mga bank o'z mablag' hisobidan ajratadi. Ushbu qismiga garov ta'minoti taqdim etasiz. Ya'ni ko'chmas mulkdorlar bino yoki bo'lmasa transport vositasini shu siyosat talablariga asosan 100 million so'mgacha bo'lgan qismini garovsiz holatda olsangiz bo'ladi. 84 oygacha bo'lgan muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan. Shu holatda ajratamiz. Agar tadbirkorimiz ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, hemshira rahbari 18% yillik foiz stavkasi. Agar o'zingiz nomingizda bo'ladigan bo'lsa, 20% dan ajratib beramiz. 100 million so'mgacha bo'lgan garovsiz qismini. Tadbirkor pensiya yoshi bo'lmash kerak bo'ladi shundan. Ha, shunday. Bog'changiz necha o'rinli? Bog'chamiz hozir 300 o'ringa moslashtiryapmiz. Bizga ko'proq mablag' kerak bo'ladi. Shunga 300 million hisob kitobini olyapmiz. Bankni jihozlashga, mana shu texnikalar bilan, jihozlar bilan, mebellar bilan jihozlaymiz. Shunga bankga yordam kerak bo'ladi. Yordam bersangiz. Hali mablag'larimiz bor. Bankdan kirib olganmiz, vaqtida to'laganmiz. Ishonchli mijoz. Istoriyalarimiz yaxshi, xudo xohlasa. Dastlabki hujjatlar bo'yicha ma'lumotlarni beramiz. Hujjatlar taqdim qilsangiz, ajratib beramiz. Rahmat.